Assalomu alaykum aziz do'stlar. Asli efir vaqtimiz qisqa bo'lsa-da, bir umrga hamroh bo'lib qoladigan Yo'l yo'lakay dasturi yana siz bilan. Nega bir umr? Chunki biz hozir beradigan maslahat va tavsiyalarimiz bir umr esingizdan chiqmaydi. Har qadamda sizga qo'l keladi. Shunday qilib dastlabki uzr, telefonimni o'chirib qo'yishni unutibman. Kim bo'ldi ekan? Labbay. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Qayerga qo'ng'iroq qilyapsiz? Yo'q, bu do'kon emas. Mana shunaqada qo'ng'iroq qiladigan joyning raqamini yaxshi bilmasang, kimnidir noqulay ahvolga qo'yishing mumkin. Yaxshiyamki, kunning istalgan vaqtida sizga yordam berishga tayyor ma'lumot xizmatlari ishlab turibdi. Keling, mana shu soha imkoniyatlari bilan tanishaylik. Muxbirimiz Gulhida hikoya qiladi. Alo, assalomu alaykum. Alo, sizni eshityapmiz. Ma'lumot axborot xizmatimi? Ha, albatta. Kechirasiz, menga avtokorxonalarning telefon raqamlarini bera olasiz? Menga markaziy dorixonaning telefon raqami. Toshkent Shimoliy vokzalining telefon raqamini ayta olasiz? Menga shahrimizdagi go'zallik salonlarining telefoni. Alo? Allo. Ma'lumot axborot xizmati eshitadi. Oilaviy yumushingiz yo ishxonadagi ishingiz yuzasidan tig'iz fursat ichida sizga biror bir idora tashkilotning telefon raqami joylashgan manzili zarur bo'lib qoldi. To'rt tomonga yugurib, uzoq yo'l yurib oyoq og'ritmaysizda, darrov go'shakni qulog'ingizga tutasiz. Izlaganingizga imkon topish ilinjida ma'lumot axborot xizmatlarining raqamlarini terasiz. Bu xizmat turlarining hozir javob xodimlari murojaatingizni tinglashadi, g'oyibona tarzda sizga yordam qo'lini cho'zishadi. Ma'lumot xizmati eshitadi. 1 daqiqa. 233 22 69. Rahmat sizga. Xuddi shu tarzda har kuni ma'lumot axborot xizmatida ish ovozi qo'ng'iroqdek 50 dan ortiq telefonlarning jarang sotishidan boshlanadi. 20-asrning oxirlarida Toshkent shahar telefon tarmog'i qoshida birinchi ma'lumot axborot xizmati tashkil etilgan bo'lsa, bugunga kelib shahrimizda bu kabi 10 ga yaqin xizmat turlari faoliyat ko'rsatmoqda. Bu xizmat turi ilk ish faoliyatini boshlagan yillarda abonentlarga kerakli ma'lumotlarni yetkazishda javonlarga alifbo tartibida joylashtirilgan jadvallarning ko'magiga suyangan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu vazifani kompyuterlar o'z zimmasiga oldi. 2003-yil sentyabrlarda operatorlarning xizmatini osonlashtirish va ma'lumotlarni tez uzatish maqsadida Toshkent shahar telefon tarmog'ida yangi programma ochildi. Bu programmaning nomi IRM SIT deyiladi. Bu xizmatni yanada jadallashtirish uchun, rivojlantirish uchun Toshkent shahri, Peterburg shahridagi Protey ilmiy texnika bazasi bilan hamkorlikda ish yuritib, bizni mamlakatimizda ham shu Proteyni ilmiy texnika programmasi ochildi. Protey platformasining afzalliklari shundaki, abonent qo'ng'irog'i bilan bizga murojaat qilganda, operator 25-30 sekund ichida ma'lumotni topib, abonentga yetkazadi. Barcha ma'lumot axborot xizmati turlari asosiy 2 qoidaga amal qiladi. Qo'ng'iroq qilgan mijozlarga tezkorlikda xizmat ko'rsatish va so'ralgan telefon raqamlarini aniqlikda to'g'ri aytish. Ma'lumot xizmati operatorlari qo'ng'iroq qilgan abonentlarning 96% savollariga aniq, lo'nda, tezkorlikda sifatli javoblarni aytishadi. Qolgan 3-4% qo'ng'iroq qiluvchilar yo adashib tushib qolgan bo'ladi yoki operator ovozni eshitib shunchaki go'shakni joyiga iladi. Ma'lumot axborot xizmat markazimizga nafaqat korxonalarni telefon raqamlari, joylashish joylari yoki nima bilan shug'ullanishlarini so'ramasdan turli xil savollarga javob berishimizga to'g'ri keladi. Bir kuni maktab o'quvchisi telefon qilib, krossvord yechishimni iltimos qildi. Bizning abonentlarimiz hech qachon savollari javobsiz ketmasligi kerak. O'shaning uchun maktab o'quvchisiga krossvord yechishni yordam berib yordim. Birgalashib yechdik. Bir sutka davomida ma'lumot axborot xizmatining telefon raqamini terib, o'zining savollari bilan murojaat qiluvchi abonentlarning soni 18 mingdan 20 mingtagacha yetar ekan. Haliga telefon orqali ma'lumot berishdan tashqari biz qo'shimcha xizmatlar ham tavsiya etamiz. Xizmatimiz pulli. Deylik, bugun dam olish kuni. Rejangizga bir talay uy yumushlarini bajarish vazifasini kiritdingiz. Endi yeng shimarganingizda farzandlaringiz to'polonli tomosha uyushtirib, uyni boshlariga ko'tarishadi. Shu payt sizga ma'lumot axborot xizmatlarining bolalar uchun ertaklar xizmat turi ko'mak bera oladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir chol bo'lgan ekan.
Cholning bir-biridan go'zal 3 qizi bo'lgan ekan. Shahzoda va Shahruza har kuni oyijonlarini xursand qilishning yo'lini topishdi. O'zlari mustaqil ajoyib bir taomni pishirishadi, onajonlar ishdan kelishi bilan dasturxonga qo'yishadi. Bir sirni sizga ochamiz, qizaloqlarga bu ishda ma'lumot axborot xizmatlari o'z retseptlarini taqdim etib yordamlashishadi. Kerakli masalliqlar: qaynatilgan mol go'shti 300 gram, o'rtacha kattalikdagi turupni yarmi. Yaqinlaringizning tug'ilgan kunlarida ham ma'lumot axborot xizmatlariga qo'ng'iroq qilib, tavallud topgan kun egasiga kutilmagan sovg'a hozirlashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Tavallud ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Bahorning ifori, yulduzlar yog'dusi va olam quvonch hamrohingiz bo'lsin. Ezgu tilaklar qanotida ushbu musiqiy sovg'ani qabul aylang. Nechun yiroqlab ketding, yana sog'indim yana. Haqiqatan ham bugun tug'ilgan kunim edi. Bunaqa sovg'ani hech ham kutmagandim. Rostdan ham juda ham ko'p ishim tushadigan, xizmat yuzasidan ishim tushadigan ma'lumot axborot markazi, hattoki taksi kerak bo'lsa bu yurtmaga mana shu xizmat turidan foydalanib kelaman. Sizlarga va albatta tabrik egasiga ham o'zimni rahmatimni aytib qolaman. Shu yerga kelganda siz bilan ma'lumot axborot xizmati haqidagi suhbatimizga yakun yasaymiz. Bu xizmat turining yana boshqa afzalliklari haqida bilmoqchi bo'lsangiz, telefoningizni yaxshisi yordamga chaqiring. Siz bilan yo'l-yo'lakay Gulshida bo'ldi. Qarang, chiroyli-a? Bunga suv qo'ysammikin yoki yo'qmi? Yaqinda bir gulga suv quyaveribman, u sho'rlik bo'kib chirib ketdi. Uyda qishin yozin gul ko'karib turishi unda yashaydigan odamlarning ruhiga ham ijobiy ta'sir etar ekan. Yana u yo'g'ini yaxshisi muxbirimiz Dilnozidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Senim yaxshimisiz? Tuzumisiz? Fe'l-atvori romantik va ta'sirchan bo'lgan insonlar gullarni xush ko'radi. Gullarning shaydosi ham asosan nozik tabli insonlardir. Ma'lum bo'lishicha, qahramonimizning uyida ta'mirlash ishlari olib borilgan. Shu bois gulga biroz zarar yetgan. Muammoning yechimini qidirib, u mutaxassisga murojaat qildi. Ozgina miqdorda salbiy ta'sir ko'rsatgan. Shuni hisobiga baylari so'lishi boshlayapti, yuzini tashlashi boshlayapti. Nima qilishimiz kerak endi shunga? Endi biz bu gulga faqatgina yordam berishimiz mumkin, boshqa tuyaga ehtiyot qilasiz. Ekib berishimiz mumkin. Shunda baylari va ildizlari o'ziga kelib, yana ham yaxshi rivojlanadi. Tushunarli. Zararlangan gulning dast avval tuprog'ini va tuvagini almashtiramiz. Shunda gulning o'sishi uchun qulay sharoit paydo bo'ladi. Gullar nafaqat ta'mirlash jarayonida, balki boshqa ta'sirlardan ham kasallanar ekan. Ular qanday tashqi ta'sirlar? Quyoshli joyda turadigan, quyoshsiz joyda turadigan va yorug'likda turadigan gullarimiz bor. Mana o'shalarning joyini topib qo'ymaslik sabab kasallanishi mumkin. Lekin gullarimiz bor. Bir oyda bir marta sug'oriladigani bor. Shunaqasi borki, 3 kun 4 kun davomida sug'oriladi. Ko'p suv quyib yuborishsa ham bo'lmaydi gullaga. Negaki ildizi chirib ketishi mumkin. Qahramonimiz uyining interyeriga mos tuvak tanladi. Mutaxassisimiz bu ishlar bilan band bo'lgunga qadar qahramonimiz do'konni yaxshilab ko'zdan kechirdi. Gulga boqqan sari inson ko'ngli o'z-o'zidan shirin tuyg'ularga, ezgu o'ylarga to'lib boradi. Hozir bu go'zallikka ishqiboz qahramonimiz ham har bir tabiat ne'matini o'zgacha mehr bilan ko'zdan kechirmoqda. Gul tanlayotganingizda uni qaysi sharoitda, qanday parvarish qilish kerakligini yaxshilab bilib olishingiz kerak. Phalaenopsis orxideya. Qarang, bu gulning ildizlari ikki xil ekan. Ham tashqarida, ham tuproq ichida. Eng qiziqarlisi, ildizlari kulrang tusga kirganda suv quyilar ekan. Har kuni barglariga suv purkash lozim.
namlik uning do'sti. Vreyze guli 4 oy davomida shu ko'rinishda turadi. 4 oydan so'ng esa guli kesib tashlanadi. Chunki tagidan bir necha yangi nihollar unib chiqadi. Ular ham 25 sm ga borganda kesib boshqa tuvakka o'tkazib ko'paytiriladi. Bir-biridan go'zal gullarning mana bunisi qahramonimizni befarq qoldirmadi. Mana bu gul chiroyli ekan. Shu gul menga juda ham yoqib qoldi. 3 xil gul bu yerda adashmasam. Bu yerda 3 xil guldan tashkil topgan. Aha. Yush, qavanxo'ya va tilansi. Mana bu gulning shunaqangi bir ajoyib xususiyati borki, o'zi gul va bu guldan yana kichkina chiroyli gulchalar ochiladi. Barchalar, ya'ni tushunarli. Shu gul menga juda ham yoqib qoldi. Iltimos chiroyli qilib o'rab bering. Men buni onamlarga sovg'a qilmoqchi edim. Marhamat. Rahmat. Gul o'zi ajoyib sovg'a, ammo uni bir zumda mo'jizaviy tuhfaga aylantirish mumkin. Go'zallik dunyoni qutqaradi deyishganidek, gullar ham go'zallikning eng yuksak namunalaridir. Gullarga qarab esa ana shu chiroy va betakror go'zallikni his etish qiyin emas. Tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'ldi. Katta rahmat, juda ham chiroyli bo'libdi. Oyizlarga Katta rahmat. Mana umid qilaman ularga yoqadi. Xudo xolisa. Endi haligi o'zimni gulim qani? Juda ham chiroyli bo'libdi. Ana endi bu boshqa gap. Ana endi buni qo'ysa, Xudo xolisa uyimizda bir-biridan chiroyli bo'lib, ko'rk berib turadi deb o'ylayman. Albatta. Rahmat, salomat bo'ling. Gullar, ularning har biri go'yo san'at asari. Ularga shunchaki befarq qarash mumkin emas. Bir narsani unutmaylik. Uyimizga, xonamizga ko'rk berib turgan bu chiroyga bizdan ham mehr va uni asray bilish talab etiladi. Yo'lelakay siz bilan Dilnoza bo'ldi. Ko'rsatuvimiz davom etmoqda. Efirda Yo'l yo'lakay foydali manzillar sahifasi. Bu Azamat bilan Abror. Ular yaqin do'st, lekin dunyo qarashlari turfa xil. Birlari plastik kartochkada to'lash men uchun qulay desa, boshqasi naqd pulga nima yetsin deydi. Lekin Azamat bu fikrdan qaytdi chog'i. Shoshilib turganda vaqt tezligida aksi bo'ladi-da o'zi. Ana Abror ham allaqachon to'ladi-yu ketdi. Azamat esa hali ham pul sanash bilan ovvora. Bo'ldi, bugunoq bankka borib, o'zim uchun hisob raqami ochib plastik kartochka olaman deb qaror qildi. Hozirgi vaqtda eng qadrdon hamrohimizga aylanib ulgurgan plastik kartochkalar har tomonlama qulay va ishonchli. Hatto yo'qotib qo'ygan taqdirimizda ham o'zimizdan boshqa hech kim foydalana olmaydi. Ya'ni eng qulay taraf shundaki, pulimizni saqlab beradi. Ravnaq bank siz uchun qulay bo'lgan tariflarni taklif etadi. Masalan, bitta hisob raqamiga bir nechta hisob raqamini ochib, oila a'zolaringizga berishingiz mumkin. Plastik kartochkalarni ko'plab savdo shoxobchalarida, bozorlarda, xizmat ko'rsatish shoxobchalarida, dorixonalarda terminal orqali amalga oshirishingiz mumkin. 2008-yil xususiy ochiq atirg'olik tijorat banki Ravnaq bank tomonidan hisob-kitoblar dasturi bank plastik kartochkalari orqali amalga oshirilmoqda. Bank plastik kartochkalari hozirgi kunda bankimiz mijozlarining zamonaviy hisob-kitob vositasi hisoblanadi. Plastik kartochkangizni yo'qotib qo'ygan taqdiringizda ham malakali bank xodimlari qisqa vaqtda plastik kartochkangizni tiklab berishadi. Ravnaq bank sizga o'zining a'lo darajadagi xizmatlarni taklif etadi va sizga ishonchli hamkor bo'la oladi. Ko'p narsalardan quvonishingiz mumkin. Masalan, yaqinlaringiz bilan muloqotdan yoki sevimli mashg'ulotingiz bilan shug'ullanib. To'g'risi, bularning hammasiga ulgurish mumkin. Axir sizning uyingizda aqlli maishiy texnikalar ishlab turibdi-ku. Xonada mo'tadillikni ta'minlovchi konditsionerlar, yuqori sifatli televizorlar.
mahsulotlarni sof holda saqlaydigan muzlatgichlar va hatto nozik matolarni ham a'lo darajada yuva oladigan kir yuvish mashinalari. Ushbu maishiy texnika vositalari sizning kundalik yumushlaringizni yengillatib, kunlik rejalaringizni amalga oshirishda yordam beradi. Aytgancha, bu yil Royson kompaniyasi o'zining 10 yilligini nishonlashi ham mahsulotlarning sifatli ekaniga isbotdir. Bugun biz sizga Royson kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan bir qancha televizorlar haqida ma'lumot beramiz. Ular ikki xil ko'rsatkich bilan bir-biridan ajralib turadi. Birinchi ko'rsatkich HD va Full HD formatdagi televizorlar. Ikkinchisi esa o'lchamlar va diagonallar. Ular haqida gapirishda yordam beradi. Kelgan xaridor mutaxassislar bilib Televizorlarni bemalol kompyuterning monitorga aylantirsa bo'ladi. Yaxshi yangilik, kompyuter uchun monitor sotib olish ham shart emas. Bu tejamkorlik degani. Bu hali hammasi emas. Mo'jiza yuz berishni xohlaysizmi? Bu oddiygina fleshka. Unga kino yozib olingan. Mana bu yerda esa Royson USB ga kirish. Fleshka kerakli joyga kiritilib, pult yordamida funksiya topib bosiladi. Bu yerda hamma narsa sodda va lo'nda yozilgan. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Royson Electronics savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan televizorlar sizning to'g'ri tanlovingiz. Ushbu mahsulotlarga 3 yilgacha kafolat beriladi. Qiziqayotgan bo'lsangiz, kompaniyaning telefon raqamlari sizning ekraningizda. Siz bilan Yuliya Rekay Shohsanam bo'ldi. Ana, rejissyorimiz bugungi dasturimiz vaqti tugayotganiga ishora qilyapti. Nima ham derdik, diydor damlari shirin, xayrlashish onlari og'ir. Shunday ekan, shirin damlarni qumsab, ertaga uchrashguncha. Xayr.